Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar Shoh Gamer kanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi video roligimizda pul ishlash bo'ladi, ya'ni NUT orqali kuniga 500, 100 va shunga o'xshagan pullarni ishlasa bo'ladi. Bugun yangi strategiya o'rgataman, ya'ni qanday bo'ladi. Bu yerda mana prosentni 45 ga qo'yamiz va 1 rubl qo'yamiz, ya'ni 1 rubl 1 deb qo'yibdi, o'sha 1 ni qo'yamiz. 1 rubl degani 1. Menshiga bosamiz, agar yutqazsa 2 martaga ko'taramiz, ya'ni 1 ni 1 ga qo'shamiz, 2 bo'ladi. Yana yutqazsa 4 qilamiz. Agar yutsa yana boshidan boshlaymiz. 1 rublga qaytamiz, 1 rublni bosamiz. Yutsa yana 1 rublni bosamiz, yutqazsa 2 ga ko'taramiz, 4 ga ko'taramiz, yutqazsa 8 ga ko'taramiz, 16 ga, 32 shunda ko'tarib boramiz. Buning uchun hisobimizda albatta ko'proq pul bo'lishi kerak. Bu strategiyada o'ynash uchun hisobimizda 500 yoki 1000 rubl bo'lishi kerak. Men 100 rubl bilan qildim. Menda bu strategiya o'xshadi. Ko'rib turganingizdek videoda men 108 rublni 160 rubl qildim. Va do'stlar, videoni e'tibor bilan, diqqat bilan ko'ringlar. Men mana bu yerda prosentni ham ko'tarib boryapman, ya'ni boshida 45 qo'ydim, keyin 46 qo'ydim, 47, 48 gacha ko'tardim prosent. Shunga ham e'tibor beringlar va videoni diqqat bilan ko'ring. Va mana 160 rubl qilib oldim. Har kuni mana shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Albatta azart, ya'ni berilib ketmanglar bu o'yinga. Bu prosta mendan maslahat, bu majburiy emas. Bu saytni qayerda olaman desangiz, albatta video ostida qoldiraman. Bu sayt silkasi, albatta kirib sizlar ham ro'yxatda o'tib siz ham pul ishlasangiz bo'ladi har kuni. Va ishlagan pullaringizni bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Payer kошелёкка, Walletga, Visa kartaga yoki Mastercardga chiqarib olsangiz bo'ladi. Minimal 50 rubl, Mastercardlarga 1200 rubl, Payerga esa 500 rublni tashkil qiladi. Va hisob to'ldirish ham oson. Mana ko'rib turganingizdek, xohlagan bitta Visa karta yoki liboy bitta bir kошелек hamyondan hisob to'ldirib olsangiz bo'ladi. Va undan tashqari har kuni mana bu yerda razdasha bo'limiga kirib turib, har kuni 1 rubldan 100 rublgacha bonus pullarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bularni olib turib sirasiz chiqarsangiz ham bo'laveradi. Bu haqiqiy pullar beradigan va referalni silka, ya'ni referalni havola orqali do'stingiz taklif qilib ham pul ishlasangiz bo'ladi. Bugungi video roligimiz mana shunday iborat edi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.